Assalomu alaykum. Mashina eshigini ochib ko'ring aka. Shu yerda manta bor. Do'nkillagan mantilar. Aka bu. Ha, dahshat. Mana chef Muhammadniki. Qarang aka, mana shu mantalarni bittasini 3 ta tishlash yeb bersangiz, men sizga $100 beraman. Oshxona ko'rg'isi ketdi. kerakmi? Ha, shunaqa. Точно $100 berasiz aka. Точно beraman aka. Shuni tayyorlab oling aka. Tayyormisiz, brat? Aka tayyorman. Boshladik aka. O'z qornam dinqillab turgan edi aka. 3 ta tishlash yeb bersangiz kerak shuni. 3 ta tishlashda. Aha. Aka buni yorib o'raman, ishoning. Lekin juda go'shtli manta ekan. Davay aka. Bismillah. Yo. Ana. Suvlar oqib ketyapti aka. Dahshat manta, chef Muhammadning mantasi. $100 yutmasam hayotim tiklanib ketadi. Bitta tishlash ketdi aka. Hayotim tiklab olar ekanman. Ana ikkinchisi ham ketdi aka. Maydiz bormi? Maydalab berish kerak pul aka. Nima bo'ldi endi aka bu yog'i? 3 ta tishlashda dedingiz, 2 ta tishlashda yuragiga berib tashladimmi? Siz yutqazdingiz aka. Men sizga 3 ta tishlashni deganman, 2 ta tishlash yeb tashladingiz. Seriyozmi? Rostdan aka. Shunaqa joyi ham bormi? Bor edi. Gap yo'q. Ovqatim hazm qolay. Yep. This is the end.